Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup beray ya. Leynin balisi sayda yatkanda desek, bir keçede min kopup ak süt begen annesi. Elley, ballam ne. Assalamu alaykum omaxlarim. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga xosiyatli rasm degan cho'chakni aytib beray. Cho'chak xosiyatli rasm. Uzun zamonlar ilgari bir yurtda bir yetim bola o'tgan ekan. U yil bo'yi bir boy ayolning qo'ylarini boqadi ekan, lekin o'zi och yalang'och yashaydi ekan. Kunlarning birida u jangalda qo'y beqiyotsa, bir burgut bir yilonni changallab uchib ketayotgandek. Qo'ychi bola yilonga ich og'rib, beshidagi tomoqini pulanglatib, "Ey, hoyt, olamani!" deb vaqirabdi. Burgut yilonni tashlab tomoqqa etilibdi-da, tomoqni changallig'icha uchib ketibdi. Qo'ychi bola yerda yotgan yilonning qo'rsqi yerilib ketganligini ko'rib, ko'nglikining peshini yirtib yilonning qo'rsqini tengibdi. Yilonni kapsiga akitib, ko'ngil qo'yib qaragan ekan, yilon bir qancha kundala sallimasa saqiyibdi. Bu yilon aslida yilonlarning podshohi bo'lib, sayli tomosha uchun yer yuziga chiqqan chig'ida bu falokatga yo'liqqan ekan. Yilon zuvonga kelib, "Ay rahimdil bola, sen mening hayotimni qutqizib qolding. Bu yaxshiliging uchun mendan nimani tilasang shuni beray" debdi. "Menga hech narsa kerak emas" deb javob beribdi bola. Yilon yana, "Men seni o'rdamga elib baray. Sen o'rdamda nimani xohlasang shuni olgin. Men yilonlarning podshohiman" debdi va "Ko'zingni yum, endi och" deb bo'lguncha qo'ychi bola o'zini hashamatli o'rtada ko'ribdi. Qo'ychi bola atrofga qaragudek bo'lsa, oltin, kumush, la'al yoqutlar ko'zni chaqnatib to'kilib yotgudek. Tamda bir parcha rasm esiqliq turgudek. U yangidan ichilgan qizil atirgulning surati ekan. Qo'ychi bola rasmga havaslanib qarab turib qopdi. Yilon podsho, "Xohlasang bu rasmni senga hadiya qilay" deb tamdan rasmni ilib balaga beribdi. Qo'ychi bola rahmat deb rasmni ilib o'z yeriga qaytib ketishni iltimos qilibdi. Yilon podsho ma'qul bo'lib, "Ko'zingni yum, endi och" degan ekan, bola ko'zni ichib o'zini qo'ylari bor jangalda ko'ribdi. Qo'ychi bola kashqurun o'z kapsiga qaytib kelibdi. Hiliq rasmni o'z ko'ralaydigan egiz yerga avaylab chaplab qo'yibdi. Yerib charchab ketgan bola birdamdala qattiq uyquga ketibdi. Atsi o'rnidan turib qarasa, dasturxon silinib turli noz-ne'matlar tayyor turuvdek. U bu tomdagi rasmning xislati bo'lsa kerak deb o'ylabdi. Bahuzur o'ltirib qo'rsqini o'pdan to'ydirib, qo'y beqishga ketibdi. Kashqurun qo'ylarini haydab kelsa, kabining ichi pokiz tozlanib, chiroyli bezilib, dasturxonda shundoq mazali g'izolar to'lib turgudek. Qo'ychi bola huzurlanib tamoqlanibdi. Shuningdan boshlab bu ish davomlashaveribdi. Qo'ychi bolaning yuzlaridan nur yig'ib, kishilar ko'rsa hayron qolgudek bo'lib qopdi. Bir kuni boy ayol qo'ychining qomatlik, chiroyli bo'lib ketganligini ko'rib, ko'ngliga jin tushibdi-da, uning kapsiga berib boqmoqchi bo'pti. Bola qo'y boqili chiqib ketgandan keyin ayol asta uning kapsiga kelib, eshikning yo'chqidan uyning ichiga qarasa, ilgiriki eski kapa shundoq chiroyli bezalgan, yo'q-yo'ruq va ozoda turgudek. U o'z ko'ziga ishonmay qarab tursa, tomdagi rasm siyrilib tushib, bir soyib jamolga aylanibdi.
U qo'ychi bolaning kelishiga tamoqni tayyorlab qo'yish uchun amdi dasturxon solg'il turishiga heyliq ayol kapi kirib, qizning qo'lini mahkam tutib olib, qizni akatmoqchi bo'lib, kapining sirtiga zo'rlab tortibdi. Sayib Jamal: "Agar meni qo'ychi boladan ayirib etmoqchi bo'ldikansan, butun uy-joy besotlaringni g'oyib qilib etaman", debdi. Boy ayol qo'rqib qizni qo'yib etibdi. Qiz darhol rasmga aylanib, tamg'i chaplanibdi. Shuningdan boshlab boy ayolning niyati buzilibdi. U rasmga qizni ikki o'g'lidan biriga elib berib, bu ajoyib mo'jizaga ega bo'lmoqchi bo'libdi. Shunga u qo'ychi bolani ko'zdan yo'qotishning amalini izlabdi. Bir kun kashquriliqi qo'ychi bola qo'ylarni qo'tanga sulab, kapsi kirib ketayotganda boy ayol uni chaqirib: "Men yangi saroy salmoqchi. Bugun kecha bog'dagi hamma daraxtlarni kesib, lim ham to'rus yog'ochlarini oqlab, at tong atqucha tayyor bo'l. Agar bu ishni o'rinlay olmasang, jajangni yeysan", debdi. Ham qo'ychi bolaga bir palto bilan urg'oqni tashlab beribdi. Qo'ychi bola palto bilan urg'oqni elib, o'zining kapsiga kirib ham besib o'ltiribdi. Bu chaqda rasm tomdan seyrilib Soyib Jamolga aylanib, qo'ychi bolaga: "Siz ham qilmang. Palto bilan urg'oqni boqqa ochiqib qo'ying. O'zingiz kapida xotirjam orom elib uxlang", debdi. U qiz yana rasmga aylanib tomga chaplanibdi. Qo'ychi bola qizning degani bo'yicha g'izzalanib, xotirjam uxlabdi. Ats o'rnidan turib qarasa, bog'dagi dal-daraxtlar kesilib, boy ayol talab qilganda muchiq lim yog'ochlar tayyor bo'libdi. Boy ayol buni ko'rib, niyati texim buzilibdi. Ko'ngliga yana yomon niyat pukib, qo'ychiga sarayni hozir solmaydiganligini aytib, dal-daraxtlarni boq opirib, avvalqida qilib qo'yishni, bu ishni bugun kech o'rinda bo'lmasa, jojisini beradiganligini aytibdi. Qo'ychi bola kapsi qaytib dasturxonga tomoqlarni yemay, g'am besib o'ltirganida tamdagi rasm Soyib Jamolga aylanib: "Hey, oq ko'ngil bola, g'amga patmang, xotirjam orom eling", debdi. Qo'ychi bola yana g'izalnib uxlab qoldi. Qo'ychi bola at saharda turib boqqa kirib qarasa, dal-daraxtlar aslidagidek ko'kirib turg'udek. U yana xotirjam qo'y boqqali ketibdi. Boy ayol bu planning amalga oshmaganligini ko'rib, o'g'usi texmi qaynabdi, ko'ngliga texmi yomon niyat pukibdi. Kashqurun qo'ychi bola qo'ylarni haydab kelishiga boy ayol uning oldini to'sib: "Bugun kecha sen eshik oldiga bir ko'l chopsan, ko'lga suv to'ldirib qaynatsan", deb qo'ychiga bir kaka, bir qo'ltiq o'tin ham sevat tashlab beribdi. Bala g'amga bitib kapsiga kapdi. Rasm Soyib Jamolga aylanib: "U hazozul jadigar xotin o'zining go'rini qo'latqizgudakda. Siz u bergan narsalarni eshikning oldiga qo'yib, xotirjam uxlang", debdi. Qo'ychi bola qizning degani bo'yicha xotirjam yetib qopdi. Atstang sahar bilan boy ayol ikki o'g'lini kayniga selib chiqsa, eshik oldida yo'g'on bir ko'l turg'udek. Ko'ldagi suv po'ruqlab qaynab turg'udek. Boy ayol yana ishning aplashmaganligidan beoram bo'lib turganda, qo'ychi bola bilan Soyib Jamol ko'l bo'yiga kapdi. Boy ayol qo'ychi bolani yeniga chaqirib: "Seni ozod qildim. Kinoyat kechirgin", deganicha podachi bolaning kayniga o'tib elib, uni ko'lga ittirib yutib, ikki o'g'liga qizni tutib bog'lashni buyuribdi. Ular qizni tutib bog'lashga tamshalganda, qo'ychi bola bir qo'lida oltin, yana bir qo'lidan go'har ko'targanicha ko'ldan chiqibdi. Boy ayol bu ahvolni ko'rib, ko'zlari olachakman bo'lib ketibdi-da, boladan: "Ko'lning tagida oltin go'harlar bormikan?" deb so'rabdi. Qo'ychi bola: "Shundoq, ko'lning tagida oltin, kumush, go'har yoqutlar nurg'un ekan. Qochilashga bir nas og'ili chiqdim", debdi. Oshko'zboy ayol ko'lning tagidagi boyliqlarga bu ega bo'lib olmasin deb o'ylab, ikki o'g'liga: "Ballarim, men ko'lga tushiman. Qo'limni pulanglasam, tezdan tushinglar, ha", deb qaynavatgan ko'lga sakrabdi.
u daqiqa o'tmay tunjuqishqa boshlabdi. Shu chaqda u qo'llarini bulanglatibdi. İkki balası apam boyliqlarni ko'tarolmay bizni chaqiryapti deb o'ylab, kayni-kaynidan ko'lga sakrabdi. Ular qaynoq suvda o'libdi. Shuningdan keyin Saib Jamal umrining oxirigacha qo'ychi bilan xotirjam, bayashat turmush kechiribdi. Omoqlarim, cho'jakdagi boy ayol ochko'zligidan, qorniyatligidan oqibatda o'zining beshiga o'zi chiqdi. Men bu boy ayolga bak o'sh bo'lib ketdim. Bunday kishilar hech kimning yoqtirishiga erisholmaydi. Mundaq o'ylab baqsam, biz cho'jakdagi boldan ming baxtlikanmiz. Bizning yinimizda ota-onamiz bor, kiydiganga kiyimimiz, yeydiganga tomoqimiz bor. Ota-onamiz uylarda bizni ishqa sanmaydi. Bolam, sen yaxshi o'qisang bo'ldi deydi. Biz nima degan baxtlikka? Cho'jakdagi bola ota-onasi yo'q yetim turibmi, o'zining holidan o'zi shunday yaxshi xabar ola oladi ekan. Yana dahi shunchalik botur, aqlli, oq ko'ngil ekan. Mol dunyoga ko'z qirinimiz sanmaydi ekan. Shuning uchun biz bu bolaning esil fazilatlarini o'rganaylikmi? Masalan, yo'lda pul tepib olsak, ko'z qirimizni misolmay saqchiga topshirib beraylik, yordamga muhtoj kishilarga yordam qilaylik, ota-onamizning, o'qituvchilarimizning gapini anglab, maktabda yaxshi o'qiylik, do'stlarimiz bilan inoq o'taylik. Shunday qilsak, dunyodagi eng yaxshi baliq aylana olamiz. Omoqlarim, kech bo'lib ketibdi, amis bugun baldir uxlanglar. Atam shu vaqtda Dilala Undidor salonida ko'rishaylik. Tatlı tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.